16.000 dollarga gelik nima deyapti? 2025-yil 24-sentyabr. Mana bugungi chislo, bugungi sana. Bu yangi proyekt, oldingi proyektlar emas. Uje bir 4-loyihamiz. Uje YouTube ga har doim joylab boryapmiz. Aktiv bo'lib, obuna bo'lib turinglar. Sizlar Tuning House ofitsialniy YouTube'dagi kanaldasizlar hozir. Tak, mashinamiz yangi elektromobil. Boshini o'zidan xarakteristik ma'lumotlarni berib ketaman. Maksimal tezligi 60. Elektromobil to'liq zarar bilan taxminan 100-120 km yuradi. Tak, bunga pravo olish kerak, обязательно. Chunki nomer taqiladi. Xullas, rastamoshkalari bilan общий 16.000 ga aylanibdi mashina. Buni rastamoshkasi unaqa qimmat chiqmaydi, bilasizlar, 12% NDS to'lasa bo'ldi. Tak, buni nima qilamiz biz? Xullas, proyektga olib qoldik. Xudo xolasa, biz bu videoni joylayotganimizda uje mashinani bitirib bo'lgan bo'lamiz, inshaalloh. 1 oyga olib qoldik. Xudo xolasa 1 oyda polniy qilib bitiramiz. Tak, mashinaga nima qilinadi? Birinchi bo'lib rangni o'zgartiramiz. Ko'rasizlar, mashina qora glansli rangda, biz qora matviy qilamiz bu mashinani. Original 6.3 Brabusga o'xshab. Tak, keyin polniy hamma joyi Brabus bo'ladi. Spoiler qo'yamiz orqasiga. 20 yoki 18 razmer diskga qo'yamiz bu yerga. Tak, mana mayda detallarni ko'rasizlarmi? Mashinalarni hammasini karbon qilamiz. Bakovoyni karbon qilamiz. Tomida originalida svet podsvetka bo'ladi, ikkitali, galogen bo'ladi. Shuni qo'yamiz. Undan tashqari old oblisovkalariga BM bilan qo'yamiz. Mana bularni ham teshiklarini ochib, rostagasini o'zgartiramiz, xudo xolasa, maksimalni. Undan tashqari polniy salonni qilamiz. Salonda nima ishlar qilinadi? Ko'rasizlar, mashinaning hamma joyi plastmassa. Mana obshivkalari, mana bunaqa joylari, ruchkalari, hamma joyi plastmassa. Buni polniy kojadan qoplab beramiz biz. Mana bu joylarni, mana bularni akuprint qilamiz, karbon teksturali. Tak, salonida rulni o'zgartiramiz. Original Mercedes o'sha G-Class o'zining rulini qo'yamiz. Sidenasini ko'rishingiz mumkin, o'yinchoq sidena bo'lib turibdi. Bu sidenasini ham xudo xolasa o'sha G-Wagon'ni gelikka original sidenasidan qo'yamiz. Tarpetkalari polniy kojadan tikiladi. Mana bular ishlamas ekan. Bularni ham xudo xolasa ishlaydigan qilib, rostagasam gelikka deflektorlarni qo'yib beramiz. Patologlarni ko'rishingiz mumkin, ozgina bunaqa osilib qolgan. Bularni to'g'irlab, alkantara tortamiz. Bu yoqda akuprint detallari, xullas barni ozgina o'zgartiramiz. Orqa tarafida polniy mashina ko'rasizlar, taqir-tuqir bo'lyapti. Polniy shumizolyatsiya qilamiz mashinani, xudo xolasa. Ko'rishingiz mumkin salonini. Mana saloni juda ham keng, orqasichi. Ana gelik mana sidenasi mana bu turadi. Taxminan unaqa o'tiriladi u gelikda. Buni o'tirish ko'rasizlarmi? Tushunavringlar, işte mashina qanaqa keng. Tracker-dan ham katta mashina. Orqa sidenasi o'zi qoladi, sal chexollariga o'zgartirish kiritamiz, lekin oldi sidenasini обязательно o'zgartiramiz. Ko'rishingiz mumkin, patologlar osilib qolgan mashinani. Xullas, mashinani boru rostagasam qilib, xudo xolasa tayyorlaymiz. U yoq bu yoq yanachi 15.000-20.000 dollar ketadi mashinaga. Endi bu mashina kimgaligini bilmaymiz. Bo'riboyvachchaga bo'lishi aniq, katta ehtimol bilan. Xudo xolasa egalariga dodda qilib topshiramiz. Endi 16 ga kirganlardan keyin menimcha haydasalar kerak. Bu gelikki narxi 16.000 dollar turadi. Adashmadingiz, 16.000 dollar. Xitoydan keltirilgan elektromobil. To'liq quvvat bilan 120 km yuradi. Maksimal tezligi 70 va bunga nomer taqiladi. Va bu Xitoydan kelib, rastamoshka bo'lib 12% NDS to'lab olib kiriladi. Tuning House jamoasi biza bu mashinani 2 oy mobaynida shu ko'rinishga olib keldik. Va shu ko'rinishga kelgungacha 20.000 dollar yana qo'shimcha pul ketdi. 20.000 dollar pul ketdi. Xo'p, video mobaynida qisqacha ko'rsatib boramiz. O'zi mashinamiz shunaqa holatda edi, ya'ni ust ko'rinishi va biz shu holatga olib keldik. Asosiy qilingan ishlar 20.000 dollar o'zi nimaga sarflandi? Agar salomlashmagan bo'lsa, hozirdan salomlashib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Siz Tuning House YouTube kanalidagi ofitsialniy profilida o'tiribsiz. 330 mingta obunachimiz bor. Kirib bitta tekshirib qo'ying. Chunki fake kanallar ko'payib ketdi. Xudo xolasa biz bu kanalda shunaqa proyektlarni uzoq vaqtga va to'liq
versiyasini joylab boramiz va Instagram kanalimizda qisqa formatdagi Reels formatdagi videolarni joylab boramiz. Endi ko'p gapirmayman, nima ish qilganlarimizni sekin-sekin ko'rsatishni boshlayman. Undan oldin videoni ko'rib, o'zingiz qisqacha xulosaga va tushunchaga ega bo'lasiz. Ketdi. Asosiy qilingan ishlar. Birinchi ustki qismidan boshlaymiz. Mashinamiz qora glansli rangda edi. Biz buni polni tuning house kuzovdagi okalarimiz qora matviy qilib berishdi. Ko'rishingiz mumkin. Bu satin mat. Juda ham qiyin bo'ldi. O'zi Xitoy endi arzon mashina bo'lgandan keyin xohlagancha ishlab chiqarib yuborgan ekan. Juda ham ko'p valnalari bor edi. Pachoqlari bor edi va bunaqa tekis holatga olib kelish uchun biz ancha mehnat qildik. Ko'rishingiz mumkin, yana bitta mashinani ochib turgan narsasi bu diskasi bo'ladi. O'zida zavodskoy 14 razmerli diska turgan edi. Biz bunga Brabus'ni eng oxirgi chiqqan 2025-yil Brabus'ni diskasini, Coven'ning original diskasini taqib berganmiz. Razmeri 235 R20. Ya'ni niski profil balonlar bilan qo'yib berganmiz. O'ylayapsizlarmi? 6 ta katta razmer qo'yib berdik va o'zini diskalarini olib tashladik. Ko'rishingiz mumkin, bu iminnoy shu mashinaga yasattirildi va zazorlari, burilayotgan paytidagi zazorlari hammasi joy-joyiga keltirildi. Va bu tushunishingiz uchun original diska bilan birga bir qilib ishlangan Coven'ning diska. Diskani o'zi $2000 dan oshib turadi balonlari bilan. Oldi tarafi oblisovkasi ko'rishingiz mumkin, oldi reshotkalari va mana shu chiroqlari va orqa tarafidagi spoilerlarni ham Brabus 802 bilan birga bir qilib qo'yib berganmiz. Ya'ni mashinamizning ustki ko'rinishi Brabus 800 ga olib kelingan. Tushunishingiz uchun mana shu tepasidagi chirog'i original G2 o'ziniki. Taxminan $500 turadi. Endi bunga perdelka qilindi, ozgina kichraytirildi va karbonoviy teksturada aquaprint qilindi. Orqa tarafidagi spoilerlar ham xuddi shunaqa. O'zi original Brabus'ga biz buni ozgina kichkinalashtirib, chetlarini Tiffany'ga bo'yab, tepa taraflarini karbonoviy shu aquaprintda qilib berganmiz. Yana bitta e'tibor beradigan joyinglar, mana ham liniyani ko'ryapsizlarmi? Mana shu liniyasi o'rta tarafi karbonoviy stavka qilindi va chetlari qora matviyga bo'yaldi. O'ziniki glansli rangda edi, juda ham xunuk holatda edi va bakoylarni ham aynan shu tomidagi, mana shu moldingidagi va orqa spoileridagi karbonoviy aquaprint teksturadagi aquaprint bilan bir xil qilib berganmiz. O'zi matviy rangda, juda ham xunuk, даже bo'yalmagan edi, plastmas rangda bo'lib turdi. Hattoki eshikning ruchkalarigacha, mana shu mayda detallargacha karbonoviy aquaprint qilib berganmiz va orqa tarafini ko'rishingiz mumkin. Orqa tarafida mana shu zapaska, endi buni ichida hech narsa yo'q. O'zi original G2 zapaska bo'ladi va elektromobil mana shu 2024-yil chiqqan G2 zaryadlash quvvatini simi bo'ladi. Buni ham karbonoviy stavkada qilib, Brabus yozuvlarini Tiffany'da qilib berganmiz. Nimaga Tiffany'da qilganmiz? Chunki salonni rangi bilan bir xil qilib qilish uchun. Tak, bu yerda ham orqa ruchkalari karbonoviy stavka bo'lgan. Endi yozuvlargacha, mana shu kichkina mayda detallarigacha Brabus yozuv qilib, buni ham o'rtasini qora, chetini Tiffany rangda qilib berganmiz. Orqa taraf faralari o'ziniki va orqa taraf sensorlari o'ziniki. Va eng asosiy qilingan ishlar bu salonda bo'ladi. Okay, saloniga bitta sayohat qilamiz. Salonni qarang, sochniy bo'lganini. Ko'pchilik aytishi mumkin, okay, Tiffany rang ko'payib ketdi. Da, ko'payib ketdi. Lekin egalarning xohishiga qarab, misol uchun, agar egalari men salonimning rangini oq qilib bergin deysa, biz oq qilib beramiz.
sariq yoki yashil yoki qizil qilib bergin deysa, egalari nima xohlasa, biz shuni qilib beramiz. Biz taklif beramiz egalariga va egalari tanlashadi va biz egalarini aytganini qilib beramiz. Agar siz ham mashinangizni salonni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizniki eskirib ketgan bo'lsa, farqi yo'q. Katta gelik bo'ladimi, mini gelik bo'ladimi? Olib kelsangiz, biz xudo xolasa sifatli qilib, siz xohlaganingizdek rang qilib beramiz inshaalloh. Endi salonida bo'lgan ishlarni qisqacha sanab o'taman. Birinchi bo'lib, ko'rib turganingizda, salonda hamma detal original Mercedes G-Classga qo'yildi. Ya'ni birinchi bo'lib, o'zini sideniyasi o'yinchoq sideniya edi. Biz bunga Mercedesni o'zini original sideniyasini qo'yib berganmiz va o'zi qora rangida, qizil rangida biz uni salonni rangi bilan bir xil bo'lish uchun Tiffany rangda qilib berganmiz. Hamma joyi plastmassa edi. Obshivkalari, torpedkalari hammasi plastmassa edi. Biz uni plastmassani ustidan koja, ya'ni eko kojada tikib berganmiz. Choklariga e'tibor berishingiz mumkin. Original Brabus bilan birga bir bo'lgan. Ko'rasizlar, o'rtasiga qora kant qilib berganmiz. Qora kant salonni rangi bilan, qora bilan Tiffany kombinatsiya bo'lganligi uchun qora kant qilganmiz va o'rtalarini rombik dizaynda qilganmiz. E'tibor berishingiz mumkin. Mana bu chetini black piano va o'rtasini original 603 dagi karbonoviy stavka qilib berganmiz. Tak, yana e'tiborli joyi bu ruli bo'ladi. Rulni ko'rishingiz mumkin. Original G-klassi ruli va torpedkalari, tabloni chetidagi deflektorlari va qora stavkalarni hammasini koja bilan qoplab berganmiz. Okey, hattoki remenlargacha original remen qilib ko'rishingiz mumkin. Tiffany rangda qilib berganmiz va bariga e'tibor bering. Okey, bu 205 Mercedes bari. O'zini barini olib tashladik va 205 Mercedes barini perdelka qilib tushirdik. Mana menimi faqat o'ziniki, jo'stiki, bu orqaga oldiga yuradigan jo'stiki va o'rtasida pepelnitsasi bor va pepelnitsasining oldida ko'rishingiz mumkin pechkani включателini mana mashqga joylashtirib ketganmiz. Sababi pechkani включатели bu yerda o'zini bari turadi. Shu barida juda ham xunuk bo'lib ko'rinib turadi va ko'rishingiz mumkin eskicha qanaqadir knopka bo'lganligi uchun biz mana shu yerda ko'rinmasdan turishi uchun mana mana shuni ichiga joylab berganmiz. Tak, bu yoqda deflektorlar Mercedes original qo'yildi, ko'rishingiz mumkin. Va start stopi mana bu yerda o'rtada edi. Buni olib tashladik va o'rtaga Mercedes o'zini original soatini qo'ydik. Soatni o'zi $100 turadi. Tak, start stop knopkani bu yerga ko'chirdik va hamma elementlarini ko'rishingiz mumkin qora glansli, ya'ni black pianoda qilib berganmiz. Torpedkalari ham juda ham chiroyli chiqdi va yana eng e'tiborli jihati bu patologiya bo'ladi. Patologiya osilib yotuvdi kelgan paytida. Xullas, bu yerda eski videolari bo'lsa qo'yib qo'yamiz. Biz buni alikantara qilib, original o'sha Brabusda qanaqa chiqsa, xuddi shunaqa qilib polni alikantara qilib berganmiz. Undan tashqari orqa tarafini ko'radigan bo'lsa, orqa tarafini qarang, aka. Oddiy gelik, o'zi gelik haydaganlar yoki gelik yurganlar bilishadi. Massideni ham turadi-da. Juda ham tor bo'ladi orqasi. Buni endi bagaji bilan bitta qilib yordik. Xullas, original Mercedes sidenasini qo'yib berdik. Juda ham yumshoq, orqada ketgan odam mazza qilib ketadi. Oyoqlarini bemalol cho'zib olib ketsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, okey? Mana Mercedesni original sideniyasi, mana bu stakanchiklari, mana bu narsa solib qo'yadigan joylari ko'rishingiz mumkin. O'rtalarini perforatsiya qilib, orqa sideniyani ham kojalarini yangi qilib tikib berganmiz. O'zi original sideniya qo'yganmiz va undan tashqari yana polni salonni rangiga moslab yangi kojadan tikib berganmiz. Lekin menga eng yoqqan joyi mana shu orqa tarafi bo'ldi. Tak, bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, obshivkalari, hamma sideniyalari, barlari, polnistda hammasi originalni eko kojadan bo'lgan. Oyoq tegini ko'rishingiz mumkin. Oyoq tegidagi poliki, mana buni ham shu cho'tki qilib, mana orqa tarafi sushimmidian qilib, ust tarafini ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa poloskali materialdan qilib berganmiz va chetiga ko'rishingiz mumkin o'zini shu spesialniy sideniyaga ishlatgan kojamizdan qilib berganmiz. Tak, mana bu yerda Brabus yozig'i yo'q edi. Oldiga, orqasiga 4 ta shunaqa parokiga Brabus yozuvlarini ham yozib berganmiz. Xullas, undan tashqari ko'p ish qilindi. Polni shumizalatsiya qilindi. Ko'rishingiz mumkin, mana patologlarni gub bo'ldi. Xullas, nima desa bo'ladi, kopto bo'ldi mashinamiz.
yana tak qilingan ishlardan elektrikasi juda ham yomon edi. Taqir-tuqir ovozlar juda ham ko'p edi. Hammasini yo'qotib, endi 16 ming dollarlik mashinadan nima kutasiz? Xullas, aka, bitta 603 motorni qo'ysa, bunga rosta kasim gelikdan farqi qolmaydi. Shu 300 ming dollarlik gelik bilan pashti bir xil holatga olib kelib qo'yganmiz. Bagajni ko'ramiz. Bagajga e'tibor berishingiz mumkin. Bu yerda ham joy qolgan. Bemalol narsalarni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana hamma zaryadlash quvvati, simi mana shundan mashina zaryadga oladi. Boyga yetib o'tganimda to'liq zaryad bilan taxminan 120 kilometrlar yuradi. Xo'p, okay. Savol berishingiz mumkin. Buni kim haydaydi? Buni bitta akamiz 7 yoshli farzandlariga tayyorlab berdilar. Endi u haydaydimi, haydamaydimi, unisini bilmayman. Endi u yog'i o'zligini ishligi. Bizning vazifamiz etilgan narsani o'zlari xohlagan tarzda maksimalni sifatli qilib chiqarib berish bo'ldi, xudo xolasa, va inshaalloh ko'rib turganingizda mashinani xudo xolasa egalarining ko'ngliga mos qiladigan, mos keladigan qilib tayyorlab berdik. Xullas, ko'pchilik savol berishi mumkin-da, aka, nima keragi bor, eshak otib bo'lmaydi, nimadirlar deyishi mumkin. Akalar, biza bu orqali nimandir isbotlash emas. Misol uchun biz ham bilamiz, eshak ot bo'lmasligini yoki bu rostagasim gelikka aylanib qolmasligini biz yaxshi bilamiz, lekin bizning vazifamiz klientning mijozini, ehtiyojini qondirish. Misol uchun bizning qo'limizdan keladigan ishlarni ko'rsatib berish. Oldingi safar ham bu narsani aytgan edim. Xullas, akalar, buni mashinaga ishqiboz odam, tuning qiladigan, ya'ni oddiy mashinada emas, oddiy mashinaga ham qanaqadir diskga taqib olib haydaydigan odamlar yaxshiroq tushunadi. Pastda nomer turibdi, bizga bemalol shunaqa xizmatlar bo'yicha telefon qilsanglar bo'ladi. Mashinalarni olib kelsanglar, inshaalloh idealniy qilib, maksimalniy sifat darajasida xudo xolasa qilib beramiz. Endi buni egalariga Alloh xayrli qilsin, duo qilib qo'yasizlar. Men to'g'risi men o'zim ham haydagim kelyapti. Buni bemalol katta odam ham ko'chada haydab yursa bo'ladi. Bunga ertaga nomer olinadi, nomer taqiladi va agar jarima qiladigan bo'lsa, hamma shtraflarga tushadi. Shuning uchun bu ko'chada haydab yursa bo'ladigan mashina, lekin endi to'g'ri kimdirlarga o'g'liga yoki kimdirlar o'ziga xarid qilishi mumkin. Xullas, aka, nima deysiz? 16 ming dollarga mana shu mashinani olib 20 ming dollar tiqib shunaqa qilib haydash stoytmi, stoytmasmi? Pastda o'zingizlarni fikringizni yozib qoldiringlar. Xullas, bizdan uzoqlashmanglar. Inshaalloh qanaqadir xizmatlar bo'lsa, bemalol Tuning House-ga murojaat qilaverasizlar. Bizani mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun aka bitta like bosib qo'yishingizni o'zi yetadi. Bizdan uzoqlashmanglar. Salomat bo'ling.